Sure Zilzal. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Zemin qattiq tevirtilgende, zemin qo'ynidagi yüklerini, yani madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, inson uningga, yani zeminga nim bo'ldi deganda, bu kunda zemin o'zining xabarlarini, yani uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Uning ma'lum qilishi Rabbining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'radi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi.